Hayollari zarga uchgan insonlar qalbi bog'liq shaytonga bo'ysunmoqda. Parchalandi do'stona bu visollar, shaytoniylar millatchilik qilmoqda. Qayda qoldi ahli islom iffori? Tabassumlar g'azablarga aylangan, odamlar ham bamisoli shoqolday ikki xalqni urushiga shaylangan. Aslida-ku arziydigan sabab yo'q. Bor sababi 5-6 ta ahmoqlar, qolganlar ham aqli yo'qday ergashib, bir-birini iymonini pichoqlar. Kimga foyda, kimga zarar bu jangdan? Manzilimiz 2 gazlik qabrdir. Sinov uchun berilgan bu hayotda. G'oliblikni kaliti bu sabrdir. Millatchilik illatlarning boshidir. Aql ketib qonga to'lar ko'zlaring, bilginki bu juda og'ir gunohdir. Jahannamda qorayadi yuzlaring. Ko'zingni och, aql yurit ozgina. Odam ato, momo havo naslimiz. Bo'lganmidi o'sha payt millatlar? Hammamiz ham Allohning bir kashfimiz. Yetmadimi tarixdagi qurbonlar? O'lgan yosh u qari hatto ayollar, qonga to'lar shahar faryod urganda, qilmishingdan bo'lganding-ku pishmonlar. Yetar endi. Yetar endi, ko'zingni och ey banda, berilgan jon omonatdir har tanda. Millatchilik juda og'ir gunohdir. Buning oxiri lovullagan do'zaxdir.